issiqdan o'zingizni, sovuqdan esa uyingizda asrang. Qishi chillasida ham zabardast bo'lib ishlab beradigan Nero kacholimizni asobiy fishkalarini ko'rsatib ketaman. Yoqdik. Reduktorgacha bo'lgan давление 30 millibar, reduktordan keyingi mana siqilgan давление atelipdan 0,3 millibar давлениеda mana yoqilyapti. Hozir avtomatik buni yana biz siqqanmiz. Mana 0 давлениеda ham kacholimiz zapis berdi. Datchikni ko'rsat. Asobiy fishkasi bu kacholni 0,2 millibarda ham ishlaydi. 50 gradusgacha ham отопленияda issiq suv bo'ladi qish qahratonida ham. Bu bitta bu fishkasi emas, asobiy zamonaviy trendoviy fishkalari bu mobilniy приложение orqali через Wi-Fi boshqarishingiz. Aynan bizni mana bunaqa kompaniya bo'lganligimiz uchun buni H modeli bor, DE modeli bor va S modeli bor. Bularda Wi-Fi bo'lmaydi, lekin ishlash prinsipi bir xil. Bizni birinchi kacholni sinab turib, o'zimiz razrabotka qilib turib, keyin производствоga sotuvga olib chiqamiz. Aynan shu uchun buni fishkalarini detallarigacha komandamizning supporti, ya'ni technical supporti juda ham yaxshi biladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, videoning oxirida buni yana qo'shimcha fishkalari kachol Yevropada ishlab chiqarilgan quruvchi akalarimizga va sotuvchi akalarimizga prixodi o'ziga o'zi. Kilovatlari va narxlari videoning описаниесida.